Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana bir bor duxovkasiz ajoyib shirinlik tayyorlashni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga bitta dona tuxum, 2 osh qoshiqda shakar, 30 ml o'simlik yog'i solamiz. Hammasini bir xil bo'lguncha vinchka yordamida yaxshilab aralashtirib tashlashimiz kerak. Endi bu tuxumli massamizga 200 ml sut qo'shamiz. Bitta choy qoshiqda razli qo'shamiz. Bitta osh qoshiqda limon suvi qo'shamiz hamda bitta osh qoshiqda quritilgan apelsin postini qo'shib yubordim. Agar sizlarda apelsin po'sti bo'lmasa, bitta dona limonni qirg'ichdan chiqarib, postini qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Bu mazasini yana ham shirali qilib beradi. Hammasini yaxshilab bitta aralashtirib turib, endi bu suv massamizga 3,5 stakan un ishlatamiz. Unimizni 3 stakanni solib olamiz va lopata yordamida yaxshilab aralashtirib, mana shunaqa quyuqroq holatga keltirib olishimiz kerak. Unni har doimgidek birdaniga hammasini sovurmaylar. Endi qolgan yarim stakan unimizni solib turib, qo'limizda yaxshilab mushlab xamir qorib olishimiz kerak. Yumshoqroq xamir bo'lishi kerak. Yaxshilab mushlab mana shunaqa ko'rinishda xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni stolga tushirib turib, ozgina un sepib 2-3 minut mobaynida xamirga ishlov berishimiz kerak. Xamirni yaxshilab mushlab olamiz. Mana xamir tayyor bo'ldi. Endi tayyor bo'lgan xamirni tindirib o'tirish hojati yo'q. Bu xamirimizni endi bo'laklarga bo'lib chiqishimiz kerak. Bir xil qilib bo'laklarga bo'lib olinglar. Shpatula yoki pichoq yordamida bo'laklarga bo'lib olamiz. Oldin uzunchoqroq bo'lak qilib bo'lib turib, keyin mana shunaqa kichkina bir xil bo'laklarga bo'lib chiqishimiz kerak. Iloji boricha bir xilroq qilib bo'lib tayyorlab olinglar. Tayyor bo'lgan xamirlarni ustiga ozgina un sepib turib, qo'limizda dumaloq qilib zuvlachalar yasab olishimiz kerak. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Hamma xamirlarimizni kichkina dumaloq zuvla holatiga keltirib, ustini selofan paket bilan yopib qo'yamiz. Birpas singandan so'ng olib turib, chuvliga videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib chiqishimiz kerak. Ikkita dona olmani ham qirg'ichdan chiqarib tayyorlab qo'yishimiz kerak. Chovlimizga shu ko'rinishda ochib olib, ichiga ozginagina tayyorlab qo'ygan olmamizdan solamiz. Faqat olmadan ko'p sovurmaylar, suvlari chiqib ketadi. Ozgina solib turib, ikki yog'ini yaxshilab bir-biriga yopishtirib qo'yamiz. Xohlasanglar chovliga qilmasdan oddiy ochib turib tugib olishinglar ham mumkin. Men ustima shunaqa chiroyli bo'lib chiqishi uchun chovliga qilib tayyorlab oldim. Agar vaqtinglar kamroq bo'lsa, oddiy qo'lingizda ochib turib, ichiga olma solib, tugib tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. Qaysi biri sizlarga ma'qul bo'lsa, shu holatda tugib tayyorlab olinglar. Yaxshilab bosib olinglar, tenglarga yaxshilab is tushirish maqsadida. Agar chovlilarga xamiringlar yopishsa, ozgina xamir unlab turib, keyin chovliga qo'yinglar. O'shanda yopishmasdan chiroyli ko'chib chiqadi. Ikki yoq tarafini yaxshilab yopishtiringlar, qovurish jarayonida ichidan chiqib ketmasligi uchun. Mana qaranglar, esa chiroyli bo'lib chiqadi. Ustlari hammasini shu ketma-ketlikda tugib tayyorlab chiqishimiz kerak. Oldin hammasini tugib olsak, keyin ketma-ket pishirib olamiz. Mana hammasini tugib tayyorlab oldik. Endi tovaga yog' solib qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Pastroq olovda chiroyli qilib rangga kirgizib qo'rib olamiz. Olovni pastroq qilinglar, baland olovda pishirib qo'ymanglar. Mana shunaqa chiroyli rangga kirganida o'girib, ikki yoq tarafini ham yana ham yaxshilab qizartirib olishimiz kerak.
o'zi mana ko'tarilib chiqqanda yonlariga yog' yetmay qolsa, oqarib qolsa, bu taraflarini ham o'girib, chiroyli qilib rangi kirgizib pishirib olinglar, ichlari bilan yaxshi pishsin. Bu shirinligimizni o'ziga yog'ni unaqa ko'p shimib olmaydi, xavotir olmasdan pishirsanglar bo'ladi. Unaqa jig'ildonni qaynatadigan shirinlik bo'lmaydi, aksincha juda ham mazali, xushxo'r shirinliklardan biri hisoblanadi. Albatta qilib ko'rishinglarni hammanglarga tavsiya qilaman. Mana hammasini men pishirib tayyorlab oldim, tayyor bo'ldi. Endi bu shirinligimizni ustini yasatish uchun ozginagina maydalangan shakarimizni botirib chiqamiz. Shakar faqat maydalangan bo'lishi kerak. Yirik shakar yopishmaydi. Chopperda yoki kofemolkada ozginagina shakaringlarni maydalab olinglar, shunda ustlariga yaxshi yopishadi. Yoki saharniy pudradan foydalansanglar ham bo'ladi, ustidan sepib qo'ysanglar ham juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Hammasini shu ketma-ketlikda shakarimizga botirib, yana ham ustlarini chiroyli qilib chiqamiz. Mazasi ham yana ham shirali bo'ladi. Shakarga botirib olsanglar. Mana men hamma shirinlikni tayyorlab oldim. Ozginagina masalodan shunaqa ko'p barakali, juda ham mazali shirinlik chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana ichlarini ko'rishinglar mumkin. Juda ham g'ovi-g'ovi, xamirlari ishib chiqqan, go'shtli bo'lib, albatta qilib ko'rishinglarga arziydi. Ketqizgan vaqtinglarga, masallig'inglarga achamaysizlar. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimni kuzatishda davom etinglar. Meni qo'llab-quvvatlab, videolarimga like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.